Assalomu alaykum hammaga. Bugun o'g'limga bitta savollar bor ekan. Xudo xolasa savollarga javob beramiz. Albatta, temani bilmayman, lekin boshla o'g'lim. Xo'p, bugun xudo xolasa hammaga qiziq bo'ladigan o'sha avtomat korobka yoki mexanika sistema mashinalar haqida gaplashamiz. Xo'p, ko'pchiligi qiziq bo'layotgan, keyin o'sha Instagramga olib chiqqan bar haqida videomiz esizdami? O'shanga ham juda ham ko'p kommentariy yozilgan. U yerda yozilgan kommentariyada mana birinchisi siz 60-70 tezlikda ruchnoy tortasizmi degan maqsadda kommentariy yozgan. Keyin ikkinchi kommentariy 60-70 tezlikda ruchnoy tortsa bo'ladimi? Ya'ni bizning videomizni boshqacha urg'uda tushunib qolishgan. Biz o'sha haqida ham bitta gaplashib o'tib ketamiz, xudo xolasa. Xo'p, keling unda savollardan boshlaymiz. Birinchi bo'lib bizning mavzuyimiz avtomat yoki mexanikani plus minus taraflarini gaplashib olamiz. Xo'p, sizga o'zingizga aynan o'zingizga bitta savolim bor. Sizga avtomat yoki mexanika shaxsan o'zingizga? Конечно, mexanika. Mijozlarim ham, даже подписчиklarim hammasi biladi, что men mexanika haydayman, avtomat haydamasligimni bilishadi. O'shaning uchun mexanikani tanlayman. Endi baribir ham bilmaganlar bo'lishi mumkin, bizdan birinchi marta kuzatib turganlar bo'lishi uchun, endi bilib qo'yish uchun. Xo'p, endi birinchi savolimizga keladigan bo'lsak, qaysi biri ko'proq расход qiladi? Avtomat yoki mexanika? Avtomat qiladi, конечно, расход ko'proq. Uni tex obslugasi ham qimmatroq, chem mexanikaga qaraganda. Muammosi ham ko'proq, uni chem mexanikaga qaraganda. Tushunarli. Xo'p, qaysi biri haydash osonroq bo'ladi? Haydash osonroq, конечно, avtomatda. Ya'ni sen o'sha D ga qo'yding, tormozni bosib o'tirasan, yoki gazni bosib o'tirasan, shu oson. Ya'ni joydan qo'zg'alishi, harakati takoy yengil. Haqiqatan, ana 1 ga, 2 ga, 3 ga urib o'tish shart emas. Faqat D ga qo'yding, haydab ketirasan. O'shanisi bor. Единственный ko'proq odamlar o'shani plus tarafini ko'rishyapti. O'sha faqat o'sha probkalarda, boshqa yo'llarda avtomat yaxshi deyishyapti, lekin afsuski unaqa emas. Aslida mexanika undan ham yengil, agar tushunib yetishsa agar. Shu. Qaysi biri ekonom qiladi ko'proq? Конечно, mexanika ekonomichniy. Yana bitta savolim bor. Qaysi biri ko'proqga chidab beradi sizga? Mexanika ko'proq chidab beradi. Chunki avtomat korobkani 40 ming, 50 mingda uni filtr bilan muayyan almashtirishing kerak. Mexanikada 70, 80, 90 ming yurasan bemalol. Ya'ni bitta o'sha tagiga sekret, bu ham sekret. Shuni tagiga bitta magnitni qo'yib qo'yasan, butun o'sha strushkalarni tagiga yig'ib beradi. Bemalol uni to'kotganingda strushka bilan birga chiqarib yuborasan. Xo'p, tushunarli. Avtomatda bo'lsa, strushka filtrga yig'ilib qoladi, o'shani qo'y. Xo'p, endi esa o'sha Instagramga olib chiqqan videoyimizga haqida gaplashamiz. O'sha ruchnoy tormoz bilan o'sha mexanika tormoz haqida bar temasi haqida video oluvdik, esizdami? Elektronniy tormoz bilan mexanichka tormoz aytyapsan, to'g'rimi? Xuddi shu tema haqida. O'shanga kommentariyalar yozishgan ko'pchilik bu videoni juda ham noto'g'ri qilib o'ylashgan, ma'nosini tushunishgan. Xo'p, o'shanga bitta aniqlik kiritaylik. Birinchi kommentariyani sizga tushuntirib o'tib ketaman. Siz 60-70 tezlikda ruchnoy tortasizmi degan savol kelgan. Endi o'g'lim, kel shuni qilaylik-da. Bu savolni bergan bola avvalambor yosh, opiti yo'q. Ya'ni qo'rqmasdan men ayta olaman, chunki tushungan, bilgan inson, ya'ni даже mana ishlayotgan o'sha ustalar ham bilishadi, что mexanichki tormozda 60-70 ta, 80 dan 90 dan tortish mumkin. O'shani qisqacha sistemasini tushuntirib o'tib ketaman, xohlasang agar. Bemalol tushuntirib. Shunaqa sistemaki, men o'sha kuni videoda o'zimni shaxsan o'zimni hayotimdan kelib chiqqanimni aytib berganman-da, masalan, tezlikda o'sha kerak paytda ruchnoy kerak bo'lgan paytda, mexanik ruchnoy kerak paytda men elektronniy ruchnoy bo'lgan 204 bar qo'yganman. Elektronniy ruchnoyni bosganman, afsuski yordam bermagan. Ya'ni mashina ruchnoy tormozi otilib ketgan. Mexanik bo'lganda men o'sha paytda o'sha muammodan osoncha chiqib ketgan bo'lardi положениyadan. Ya'ni boshimdan chiqib hayotimdan kelib chiqqan narsani aytib berganman. Lekin o'sha barni ham uстановка qilgan odam chala qilib qo'ygan. Ya'ni bu xalqimizda hozir eng ko'pincha yoshlarimiz barga qiziqyapti. Mana bu barga o'sha O'zbekiston varianti, Xitoy varianti yoki tam koreyskiy variantga qiziqishyapti, lekin zo'r gap yo'q. Navarot chiroyli bo'lib turadi, lekin uni правильно, to'g'ri uстановка qilsang, to'g'ri uстановка qilsang. Ammo o'sha kuni bu barni ko'ruvdim, to'g'risini aytaman, qo'rqib ketdim. Super kley, hamma yog'i. Joyidan o'zgartirilgan, qoqilgan. Просто men videoni olib chiqmadim, bu videoni qilgan ishini, ustani qilgan ishini qisqacha aytib o'tganman.
Endi haligi savolingga javob. 60-70 ta ruchnoy tormozni tortish mumkinmi? Albatta tortish mumkin, o'g'lim. Buni bilasanmi? Shunaqa положение avvalambor xudo ko'rsatmasin, ko'pincha bu bitta mashinalarda bo'lib turadi. Mashinalar hozir Nexus'larda bo'lib turishi mumkin bu narsa. Ana резкий поворотlarda shlanka uzilib ketib yoki жидкость to'kilib turib tormoz ishlamay qolsa, mexanический tormoz шестереночный bo'ladi. Bitta tishga tortib qo'yasan. Do konca tortmaysan. Ikkinchi tishga tortib qo'yasan, uchinchi tishga tortib qo'yasan. 6 ta emas, 7 ta где-то manimcha tishi bor. Bemalol har bitta tishni tortib kelsang ham, 100 tezlikda kelsang ham, mashina sekin qilib qo'yadi. Ya'ni pasaytiradi tezlikni. To'xtab ola olasiz bemalol. Ya'ni to'xtash mumkin. Ya'ni zavod izgotовитель buni bekordan bekor buni motoriga moslab mexanический ruchnoy qilib qo'ymagan. Bizlar просто переделка qilib, uni ruchnoy tormoz qilib, ana elektron tormoz qilib, unga Xitoy apparatini tiqib qo'yamiz-da, ya'ni to'xtab beradi degan maqsadda. U apparatga ishonib qo'yamiz. Lekin aslida u 60-70 tezlikda elektron tormoz to'xtab bera olmaydi. Ya'ni заводской emas demoqchisiz. Da. Заводской sistema Malibu, Captivalarda boshqacha sistema o'tdi. U bilan ana qilishmasin. Bu вообще boshqa sistema. Ya'ni hamma narsa bir-biriga bog'langan. Bu yerda переделка degan narsa bor bu yerda. Tushuntiribmisan? U ruchnoy tormozga, elektroniga ishonib qolish opasno. Ya'ni men ko'nglim xotirjam bo'ldi. Bilasizlar 200 tor barda, o'sha elektronniy turdi menda. Uni yechib tashladim-da, hozir mexanический qilganman. Ya'ni qo'rqmasdan men masalan 60-70 ta ham, 80 da ham, 100 da ham to'xtatib bera olaman. Ishonmaganlar bo'lsa, kelsin oldimga, birgalikda o'tiramiz, drift ko'rsataman. Driftda o'sha masalan haqiqatan 100 da tekis yo'lda qanaqa ruchnoy tormozda mashinani to'xtatishni ko'rsatib beraman. Fakt isboti bilan. Tushunarli. Ya'ni siz aytmoqchisiz, ruchnoy tormoz faqatgina parkovka uchun to'xtab turish uchun emas. Da. U faqat parkovkada to'xtab turish uchun emas. Ya'ni parkovkaga kelding, to'xtatding, bo'ldi uchun emas u. Aslida ruchnoy tormozda funksiyalari ham juda ko'p. Elektron emas, mexanический funksiyalari juda ko'p. Tushunarli. Xo'p. Yana bitta savolim bor, shaxsan o'zingizga faqat. Bu hech kim buni bermagan, men o'zim. Nega siz elektromobil olib ko'rasiz? Buni budishisi yo'q, o'g'lim. Buni kelajagi yo'q. Bu hammasi одноразовый mashina. Bo'ldi. Shu qisqacha o'g'lim. Keyin o'sha temani ko'paytirmaylik, men qisqacha aytdim. Bu mashina kelajagi yo'q и одноразовый mashina. Shu. Bo'ldi, tushunarli. Endi yana bitta savolim bor sizga. Xo'p, hozirgi yoshlarimiz shu maktab bitirayotganlar, maktab bitirganlarga qanaqa tavsiya bera olasiz? Ya'ni o'qishga kiraymi yoki hunar o'rganaymi yoki davlat ishiga kiraymi deb yurgan, ikkilanib yurgan yosh bolalarga. Zo'r temani ko'tarding, sen hozir zo'r temani ko'tarding. Haqiqatan men bu temanga qo'shilaman. Tak, shunaqa bo'lyaptiki, yoshlarimiz hozir ko'pchilik o'qishga kiradi, harakat qiladi, hunar tanlaydi, hunar izlaydi, davlat ishiga kiradi. Meni fikrim davlat ishida ishlash уже hojati qolmadi. Davlatda yaxshi ish yo'q. Hammasi biznes, kompyuter, programmist, har xil ustachilik bor. Elektroobорудование, elektriklar, transformator, счетчикlar, mayda-chudalar, ko'p. Faqat shu holatda yana 7 marta o'ylab ko'rishsin. Ya'ni shunaqa hunar tanlashsinki, что bu hunar bilan men butun umr ishlashim kerak. Shu hunarga men butun umr sabr qilib ishlayman. Shuni o'rganaman degan, shundan ko'karaman. Shu hunarni o'rganib ko'karaman degan hunarni tanlash kerak. Ya'ni bugun bu hunarga opishadi, ertaga bu boshqa hunarga opishadi, bu oxiri bo'lmaydi. To'g'ri aytishadi, erkak kishiga 40 hunar ham kam. O'g'lim, erkak kishiga 40 hunar kam deganda har bitta hunardan 10%, 5% olish emas. Uni doskональный bilish kerak aslida. Masalan, men ham qo'limda masalan devorlarni shpaklovka qilishi, bo'yashni men ham bilaman, lekin neprofessional darajada. Bilaman, neprofessional darajada. Kosmetika qila olaman, professional darajada qila olmayman. Lekin uni ustasi bo'lish oson emas. Oylab, yillab vaqt ketadi. Avtomobil yo'nalishi bo'yicha ham 1 oyda, 2 oyda sen o'rgana olmaysan bu narsani. Kamida 6 oylab, 7 oylab vaqt ketadi. Faqat o'sha yoshlarimiz hunar o'rganaman desa, ya'ni bardoshli, sabrli bo'lishi kerak. O'shandagina bu hunarni o'rganishi mumkin.
unga yopishib, bunga yopishib, bunga yopishib harakat qilsa hech narsa o'rganolmaydi. To javob aytaman, eng oxiri borib ana santexnik, pantexnik ko'chaga chiqib ketishi aniq. Agarki biznesga qiziqaman desa, da o'sha kompyuterni sistema menejer, do'kon, da, пожалуйста, unga ham masalan o'zini professional darajada yo'li bor. Har bitta ish o'zini hunarini, o'zini yo'li bo'ladi. O'sha yo'lda agar tanishib, ya'ni o'rganib, har bitta narsani aniq ma'lumotga ega bo'lib turib harakat qilmasa, menimcha bu gal yoshlarimiz ko'p xato qiladi. O'shaning uchun xato qilmaslik uchun taklifim, maslahatim, tavsiyam именно o'shalarni yosh bolalarni, o'sha yosh kelajak kelayotgan, hozir endi o'qish bitirib kelayotganlarga tavsiyamda masalan, именно avtomobilga qiziqadigan bo'lsa, bir og'iz menga telefon qilib, maslahatlashib yoki bir tavsiya olish tariqasida mendan telefon qilsa, men javobni beraman. Masalan, именно avtomobil yo'nalishi bo'yicha. Lekin ana blogerchilik yoki blogerchilikning ham o'zining yo'li bo'ladi. U oson emas bu narsani qilish. Uni hamma hozir voroje bitta video kontent chiqarib bloger bo'ldim degan gapni yig'ishtiringlar. U menimcha sizga to'g'ri kelmaydi u narsa. To'g'ri, sahifa yurg'izishingiz mumkin. No, blogerman deb chiqish bu noto'g'ri masala. Bloger bo'lish uchun u ko'p narsa yetishingiz kerak avvalambor. O'shaning uchun men ham hozir в данный момент o'zimni bloger deb hisoblamayman. Men o'zimni usta deb hisoblayman. Men faqat reklama bermayman. Men kerak paytda o'zim kovlashaman, o'zim politika qilaman, o'zim tuzataman, o'zim mijoz bilan gaplashaman, o'zim ответственность olaman har bitta ishimga. Ответственность degan narsa bor-da bu yerda. O'shani qabul qilish kerak, bilish kerak. Mijoz bilan gaplashishim, o'shani qabul qilishim, o'shani remont qilib, mijozga chiroyli qilib yetkazib berishni har bitta o'zini anaqasi bo'ladi. Bu usta bo'ldi deb 2 oy o'rganib turib, ertaga ustachilik qilib, birovning mashinasini buzib qo'yib turib, undan battar qo'yib, ertaga boshiga $5,000, $10,000 boshiga yeb ketmasin degan maqsadda. O'shaning uchun именно o'sha mashina bo'yicha qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol menga telefon qilishlari mumkin. Men zo'r maslahat va zo'r tavsiyam beraman bolalar. Atak Kartal Detering studiya doimo telefonim shu yerda bilan. Mana bemalol liboy payt telefon qilsangiz, sizlarga zo'r maslahat va zo'r tavsiyam beradi. Именно o'sha kommentariyada ruchnoy tormoz bo'yicha 60-70 tezlikda to'xtatish mumkinmi degan ukamizga ham men 2 oz shirin gapim bor edi. Ukajonim, sendan xafa emasman. Negativ men senga bildirish niyatim yo'q, lekin kelsang senga ko'p narsani yana maslahat va tavsiyani beraman. Kartal Detering studiyamiz zo'r maslahat va zo'r tavsiyani beradi. Aloqadamiz shu.